Xo'sh, do'stlar, sizlarga şöyle Nexia 3 avtomobilimizni reklama qilib beramiz. Gelip kredit, barter, naqd pul asosida mashinamizni xarid qilishlaringiz mumkin. Sizlardan shuni sotib oladigan mashinalar bo'lsa, tavsiya qilamiz yurtdosh. Olib kelishingiz, akkasanizda kelsak naqd pul olamiz, kelishmasak sotib beramiz. Variant ko'p savdosi. Nexia 3 ni pulini tushirdik lekin. Mexanik ikkinchi pozitsiya Nexia 3 bu. Konditsioner hamma joylar cho't ishlab turibdi. 4 ta balon qo'yilgan. Mashinamiz chexol polik tey döşalgan, metallari bor. 90 ming yurgan 2019-yil Nexia 3. Mexanika. Metallari bor. Puli 105 million so'm turibdi. Kredit olib olaman desangiz 16 million bilan chiqarib beramiz 4 yil. 3 million 250 ming so'mdan tushadi oylik to'lov. Bemalol yurtdoshlar xarid qilishlaringiz mumkin. Mashin Bog'ot avtosalondan ikkinchi filialida turibdi do'stlar. Nexia 3 1. Keyin Nexia 3 bormi ekan bu yerda? Bu yerda Gentra'ning savdosi, xudo xolasa, bu yerda Nexia'ning savdosi. Hozircha do'stlar Bog'ot avtosalondan birinchi filialida bir dona Nexia 3 bor ekan. Lekin dalshi Nexia 3 ko'p. Buning uchun ikkinchi filialdamiz hozir. Birinchi filial bo'lsak, bu yerda dalshi yana 3-4 dona Nexia 3'imiz bor. Gelsangizda şurada mesela Vibri köp diyecekmen do'stlar. Kelaverasizlar. İgileden geladi, satıp berer, ekkelediler do'stlar. Alıp satırlar, ekkeledi. Ne olacakmiz? Gelsangizda Vibri tap beremiz do'stlar. 10-15 tane Nexia 3 tap beremiz, xudo xolasa. Rahmat do'stlar, kuzatib o'tirganlaringiz uchun.